dam solaman, jon olaman. Shu paytgacha bu mavzuda gapirmayman degan edim, ammo bugun Makkada bo'lgan holatdan keyin majbur bo'ldim gapirib chiqishlikka. Kichkinagina qiz o'zini kolyaskada o'tirgan ukasiga qarab kuf-suf dam solaman qilib, mana shu trendni takrorlayapti. Ta'jublandim. Agar bu ketishimiz bo'ladigan bo'lsa, ancha muammoli. Bu trenddan iddao folbinlik, issiq sovuq qilishlikka da'vat bor. Ya'ni dam solaman, jon olaman, shunga o'xshash ma'noda. Asosiy ayb kimda bilasizmi? Bu trendni qilayotgan blogerlarda emas, balki ularni qo'llab-quvvatlayotgan obunachilarda. Negaki talabga qarab taklif bo'ladi. O'zimdan bitta misol keltiraman. Bundan 2 yil oldin Makka Madina tarixiga doir, Rasululloh alayhisolamning tarixlariga doir shunaqa videolar qo'yardim va bu videolarni ko'rgan odam borki, million prosmotr bo'lardi. Ammo hozirgi kunda shunaqa videolar qo'yadigan bo'lsak, uzoq bo'lsa 20 mingta, 30 mingta prosmotr bo'ladi. 30 ming, 20 ming prosmotr ham o'sha davrdan beri kuzatib kelayotgan obunachilarim. Ishonmasangiz hozir akkauntimga kirib ko'ring. Bilasizmi, bizning qiziqishlarimiz, bizning harakatlarimiz umuman boshqa tomonga burilib ketdi. Agar bular bo'lmas kontentlardan charchagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'lib qo'ying va men doim siz uchun harakatdaman, ya'ni bu yoqda sizga manfaat yetkazadigan, ko'rsangiz foyda topadigan kontentlarni ulashda davom etaman. Bekorchi kontentlarni emas, manfaat yetkazadigan, odamlarga foydasi tegadigan kontentlarni qo'llab-quvvatlashga.